sanoatchi va umumxalq saylovlari nomzodi Xarjvartxan Gorning o'g'li Sherman Gor qotillikka suiqasd qilishda ayblanuvchi deb e'lon qilindi. Bu Ha? Janob Gor bilan uchrashuv ertaga ertalab soat 11 da uning uyida. U Shuryaman Gorning ishi yuzasidan sizning ishtirokingizni so'radi. Ertaga o'sha yerda bo'ling. Yaxshi. Ishni muhokama qilamizmi? Meni kechiring, bu ishni ololmayman. Ishni olishing uchun nima qilishim kerak? Mo'jiza. Aniq leykemiyaning og'ir bosqichi. Saraton. Lekin qanday qilib bo'ladi og'ir bosqichmi? Qizingiz hayotini saqlab qolishimiz mumkin, ammo davolanishni hozirroq boshlashimiz kerak. Boshlang. Samayraga o'zak hujayralarini ko'chirib o'tkazish kerak. Biz o'zak hujayralarini ota-onaning suyak ko'migidan olamiz. Odatda ona yoki otaning DNKsi bolaning DNKsi bilan gaplagentlik bo'ladi. Ideal darajada mos keladi, lekin hech biringizniki mos tushmayapti. Qizingning biologik otasi menman. Shuning uchun ohanging o'zgardi. Meni himoya qil, ishni yutib chiq. Men senga suyak ilgini beraman. Jonga jon. Kelishdik.